Metrajli toshlarimiz kerak bo'ladi. Bittasi katta, bittasi kichkina. Birinchi kichkinasidan boshlab shunaqa pastiga bir qatoriga yopishtirib olamiz. Keyin kattasini ham xuddi shunaqa qilib ikkinchi qatoriga yopishtiramiz. Uchinchi qatoriga ham kichkina metrajimizni yopishtirib olamiz. Xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Keyingi qiladigan ishimiz bo'lsa, bizga kapelkali tosh kerak bo'ladi. Men o'zimga tillarang tanladim. Sizlar xohlagan ranglarni tanlasanglar bo'ladi. Xuddi shunaqa qilib videodagidek yopishtirib chiqqaningizdan keyin ikki tomonini ham bir xil qilib olasizlar. Keyingi qiladigan ishimiz bo'lsa, xuddi shu yopishtirgan toshlarimizdan tepasidan faqat oltidan tosh yopishtiramiz, faqat yarimagacha. Videoda ko'rib tushunasizlar bo'ladi. Ikki tomonni ham bir xil qo'yganimizdan keyin bizga kichkina metrajli toshimiz kerak bo'ladi. Xuddi shunaqa yopishtirib olasizlar. Men ko'rsatayotganimdek, keyin tepa qismiga bo'lsa, katta metrajli tosh yopishtirib olasizlar. Keyingi qiladigan ishimiz bizga xuddi shunaqa formadagi tosh kerak bo'ladi va men ko'rsatayotganimdek yopishtirib chiqishinglar kerak. Shunaqa plavniy bo'lishi kerak, juda ham chiroyli chiqadi. Qizlar va akkuratni qilinglar. O'rta qismiga ham shunaqa kapelkali toshlar bilan to'ldirib oldim. Keyingi qiladigan ishimiz bo'lsa, veselka orasini 0.5 cm dan ochasizlar. Bitta katta xrustal, to'rtta kichkina, bitta kapla va yana bitta kichkina xrustal qilib, xuddi shunaqa qilib veselkalarni ilib chiqasizlar. Videoda ko'rsanglar juda ham tushunarli qilib ko'rsatilgan. Va xohishga qarab oxirida 5 tadan qo'yganda xuddi shunaqa qilib qanaqa qilgan bo'lsa, sizlar ham xuddi shunaqa piramida shaklida